qarzga pul bersangiz yoki qarzga pul olsangiz qanday hisob kitobini Maffinda yuritish mumkin? Maffin ilovasida hozir ko'rsatib beraman. Masalan, qarzga pul bersak, plus tugmasini bosaman, chiqim bizdan chiqib ketyapti pul. Chiqimni tanlayman. Kimga, qaysi kontaktga qarz berganimni tanlayman yoki yangi kontakt qo'shishim ham mumkin. Masalan, men Valijon yoki masalan Alijonga yana qarzga pul beryapman. Mana bu bank kartamdan 100 ming so'm. Mana balansini mana shu summani pastida ko'rsatyapti. 700 ming qarzi bor edi, 700 ming 100, 800 ming 100 bo'ladi deb ko'rsatyapti. Davom etishni bosaman va bu yerda qarz berdim degan kategoriyani tanlab qo'ydim. Va saqlash istasam tafsilot kiritib qo'ysam bo'ladi. Rasmlar qo'shishni yaqinda keyingi versiyalarda chiqaramiz. Yangilab olsangiz bo'ladi chiqarganimizda. Demak, saqlash tugmasini bosaman. Saqlandi. Mana bu Alijonga chiqim qilingan. Endi Alijon pulni qaytarib olib keladigan bo'lsa, yana plus tugmasini bosaman. Endi tushumni tanlayman va bu yerdan Alijonni topib, masalan, hamyonga tushum bo'lyapti deb hamyon hisobini tanladim. 800 ming 100 so'm. 100 so'm qarzini berdi. Davom etish. Tafsilot mana bu yerda mana qarz qaytishdan yo'q ekan, yangi bo'lim qo'shib olaman. Qarz qaytarish deyman. Mana tangani rasmini tanladim. Bunga limit qo'yish shart emas. Rangi qandaydir bir qizil rang tanlab qo'ydim. Mana qarz qaytarish degan kategoriyani tanladim va saqladim. Ko'rishimiz mumkin. Yana kontaktlar qatoriga o'tib qaraydigan bo'lsak, Alijonni qarzi qolmadi. 800 ming qarzi bor edi. 800 ming tushum qiluvdik. Ya'ni Alijon bizga tushum qildi, Alijondan tushum bo'ldi deb kiritdik. Alijonning qarzi avtomat o'chib ketdi. Mana bu summalar ham tushum, chiqim, xarid, sotuvlar hammasi yangilanyapti. E'tibor bergan bo'lsangiz, kontaktlar qarzi, kontaktlar haqi hammasi jonli hisoblab boryapti programma. Hozirgi mablag' qoldig'imizni ham hisoblab boryapti. Buni ko'rishingiz mumkin. Endi biz qarzga pul oladigan bo'lsak, qanday bo'ladi? Yana plus tugmasini bosaman. Xuddi hozir qilgan ishimizni teskarisi. Qarzga pul olyapmizmi? Tushum. Endi Alijondan qarzga olyapmiz. Biz qarzga olyapmiz. Masalan, dollar hisobimizga 500 dollar. Davom etamiz. Mana qarz oldimni tanladim. Saqlash tugmasini bossam, mana 500 dollar Alijonning hisobiga yozildi mana. Alijonni endi so'm bilan hisob kitob qilamiz deb tanlab qo'ygan ekanmiz. Mana 500 dollarni so'mdagi ekvivalentini, so'mdagi qiymatini yozib qo'ydi. Alijon mana shuncha haqdor bizdan. Biz Alijondan qarzdormiz. Endi pulini qaytib bersak, chiqim kiritib qo'yamiz. Chiqim kiritib Alijonni tanlab, kerak bo'lsa izohlar yozib qo'yishimiz mumkin. Shu kabi boshqa qo'llanma videolarni YouTube kanalimizdan va Telegram kanalimizdan topasiz. Savollaringiz bo'lsa, jamoamiz aloqada.